Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan mavzuga qaytamiz. Kokosh taxallusi bilan tanilgan Insta-blogerning hozirgi kunda ahvoli qanday? Kokosh o'z Instagram sahifasida har doim aktivlikni oshirib boryapti va bugungi suratlardan birida ko'rish mumkinki, u o'zi yaxshi ko'rgan mashinasini sotayotgani haqida xabarlar joylashtirgan va suratlarda ko'rib turganingizdek, Kokoshning ancha ahvoli yaxshiligi va anchagina vес tashlaganligini ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonning sobiq madaniyat vaziri vafot etdi. Fanlar akademiyasi San'atshunoslik instituti tasviriy va amaliy san'at bo'limi mudiri, taniqli olim, davlat va jamoat arbobi, arxeolog Zafar Abdullayevich Hakimov 83 yoshda vafot etdi. Qayd etilishicha, u mamlakatning madaniy va tabiiy merosini asrash hamda targ'ib qilish yo'lida bebaho hissa qo'shgan fidoyilardan edi. Zafar Hakimov turli yillarda mas'ul va rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritgan. U O'zbekiston Badiiy fondiga rahbarlik qilgan. O'zbekiston Korporatsiyasi Markaziy qo'mitasi va Prezident devoni tuzilmalarida ishlagan. Madaniyat vaziri, o'z teleradio kompaniya raisi, shuningdek O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyotining yetakchi ilmiy muharriri bo'lgan. U tarixiy, arxeologiya va arxitektura yo'nalishlarida 50 dan ortiq ilmiy asarlar, maqolalar, monografiyalar va o'quv qo'llanmalar muallifi hisoblanadi. 1970-1979 yillarda Sovet-Afg'on arxeologik ekspeditsiya tarkibida Afg'oniston shimolida o'nlab qadimiy voha va manzillarni aniqlagan.